Kun ertaganda bir tal xom tuxumli asalni aralashtirib ichib bergan vaqtda mana ajoyib unumlarga erishgili bo'ladi. Mazmunni ko'rishdan burun bashorat ustiga qo'shish belgisi besib bizni qo'shib olgandan keyin haqsiz yurakdan birini berib o'tib inkas rayonot chiroyli kunlaringizni ko'plab yo'l o'tsin birga aslidagi yulduz belgisi besib o'tgandan keyin filmni oxirigacha to'liq ko'rib unumli foydalaning. Yaxshi mazmunlarni so'zlash bizdan, qo'llash unumli foydalanish sizdan. Agar bu mazmun haqiqatan yaxshi ekan deb qaragan bo'lsangiz do'stlaringizga tavsiya qilishni unutmang. Foydali esil mazmunlarni so'zlash bizdan, qo'llash unumli sizden. Naştada bir tal xam tuxum bilan bir qo'sh qasalni aralashtirib, qaynoq suv aralashtirib iste'mol qilishni davomlashtirgan vaqtda qon to'liqlaydi, jigarning xizmatini yaxshilaydi. Ko'zning ko'rish quvvatini oshiradi, immun kuchini oshiradi, o'pkani saqlab, yo'talni pasaydi, shundaqla umumiy badanni quvvatlaydi. Yana shundaqla men uni yeb baqdim, buni yeb baqdim, bir unumini ko'ramanmiki deb qulqim anglaganni, ko'zim ko'rganning hammani yeb baqdim, lekin unumini ko'ramadim. Badanim bek ojiz, o'riq shidaq, o'riqim kiyim kiysam yarashmaydi, o'riqim chiroyimda qo'riq bek ko'p, qiyri chiroylab qoldim. Immun kuchim tuvan osonlik qilib qolaman. Qachon tekshirsam qon ozlaydi, o'ltirib qolsam beshim qo'ydi. Ming yurakka qon yetishmaslik ahvoli bor. Noytibak g'arg'illik his qilaman, hech xushyoqmaydi. Go'sht kabob pololaman deganda hassalab yeyman, lekin yeginim chiroyim chiqmaydi. Chiroyim qarasa bu yiqiladi bir go'sht kabob yeb baqqandek emas. Chiroyim noytibak sulg'un, xunuk, ruhsiz. Chechimbek moynishi chechimbek tushidi. Mushunun qarta unumini kapolat beralaydigan, immun kuchini oshirib, umum badanni quvvatlaydigan, badanni takshi tabiiy samaratalaydigan, badanga quvvat to'liqlaydigan, ruhliq, jonliq qilalaydigan mahsulot bo'lsa iste'mol qilib, immunit kuchini oshirib, saq to'san bo'ldi, qon quvvat to'liqlab, shash jonliq to'san bo'ldi. Azroq samrab salobatlik so'latli bo'lsan bo'ldi degan do'stlar bo'lsanglar, mush ustiga chiqarib qo'ygan Ablajon 27-77 unlarni qo'shash orqali bizniki unumi kapolat yasab berayotgan 42 xil Uyg'ur tabobat xamdori shundaqla mig'izlar javridan foydalanib ishlangan, badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan, oshqozon, tal jigar, börekning xizmatini yaxshilab, oziqliqlarniki badanga shumirishni ilgari suradigan, qon to'liqlaydigan, immunit kuchini oshirib, umumiy badanni quvvatlab, badanni takshi tabiiy samaratadan samarat tushib quvvat alimizni iste'mol qilsanglar bo'ladi. O'limini kapolat beramiz do'stlar.